video o'yinlar o'ynar edim. Meni ko'pchiligingiz tushungan bo'lsangiz kerak. Biz barchamiz o'yinlarni yoqtiramiz. Masalan, Roblox yoki bo'lmasa Minecraft. Men kecha-yu kunduz Minecraft o'yinini o'ynar edim. Bu meni ota-onamga yoqmas edi. Men video o'yin o'ynab o'tirganimda onamni oshxonadan kelayotganlarini eshitdim. Chunki onam kelsalar butun uy titrar edi. Men buni eshitgan zahotim teppa sochlarim tikka bo'ldi. Onamni avzoylari buzuq ekanliklarini tushundim. Xullas, onam kelganlardan keyin men onamga qaradim, onam menga qaradilar. Hech nima demadilar-da, xonaga kirib ketdilar. Keyin esa qo'llariga veshelkani olganlardan bildim. Men o'ldim. Onam hech nima demadilar, shunchaki menga qaradilar xolos. Men onamdan chiqayotgan energiyani his qildim. Onam qo'llaridagi veshelka bilan meni oldimga yugurib keldilar-da, menga zarba bera boshladilar. Agar buni sekinlashtirilgan kadrda ko'rganingizda edi, o'lay agar onamning o'nta qo'li borga o'xshardi. Keyin esa onam monitorni o'chirdi, klaviaturamni ham oldi. Veshelka bilan ham yaxshigina yedim. Yana kompyuterimning mishkasini ham oldilar. Yana 15 marotaba veshelka bilan yedim. Onam shunchalik tez harakat qildilarki, men 4 marotaba ko'zimni ochib yopishga ulgurdim. Keyin esa meni kompyuterim g'oyib bo'ldi. Xullas, meni xonamda bo'sh stol qoldi. Shundan keyin men monitor va klaviaturamni umuman ko'rmadim. Lekin men bilan veshelka bilan yegan zarbalarim qoldi. Menimcha onam oldingi hayotlarda qora belboq sohibi bo'lganlar. Keyin onam barcha buyumlarimni har xil xonalarda yashirib qo'ydilar. Lekin onam uxlab yotganlarda yashirib qo'ygan barcha buyumlarni topdim. Men buyumlarimni olganimdan keyin yana ularni stolga joylashtirdim. Keyin esa yana Minecraft o'ynashni boshladim. Albatta bu holat onam uxlagan paytlari bo'ldi. Lekin ba'zi payt yarim tunda eshik ochilganini sezardim. Chunki yuqori qavatdagi zinadan uning aksini ko'rib turardim. Keyin esa yana qovun tushirib qo'ydimmi deb o'ylardim. Men juda ham ko'p video o'yinlar o'ynaganimdan maktabdagi baholarim juda ham yomon edi. Bu meni onamga ayni muddao edi. Men ingliz tili va matematikadan doim 3 olardim, lekin jismoniy tarbiyadan doim 5 baho olardim. Nima uchun aynan jismoniy tarbiyadan 5 olardim? Men darsga kelsam bo'ldi edi. Men uyda dars qilmas edim, chunki men doim Minecraft o'yini bilan band edim. Onam ishga borganlarda o'qituvchim onamga telefon qilgan. Men darsga yomonlik qilganim, undan ham yomoni 2 baho olganimni ham aytgan. Chunki O'rta Osiyoda bunday baho olish yomon edi. Chunki bu mening oilam uchun isnot edi. Men O'rta Osiyoda boshqalardan farq qilib turardim. Chunki men umuman xitoy tilini bilmasdim. Lekin meni ota-bobolarimning barchasi O'rta Osiyolik bo'lgan. Lekin men xitoycha gapira bilmasdim. Bunday holat oila davrasida keng muhokama qilindi. Keyin esa men onamga kundaligimni ko'rsatdim. Baholarimni ko'rsatishdan oldin qo'llarda yoki yonlarida veshelka bormi yo'qmi tekshirib, qalin kiyimlarimni ham kiyib oldim. Albatta futbolka emas, qo'llari uzun jemper kiydim. Lekin bu onamni to'xtatib qolmadi. Onam kundaligimda uchlar va ikkilar qator bo'lganini ko'rganlardan so'ng, onam menga qaradilarda ko'zlari qonga to'lib ketdi. Mana shunda men tushundim, har qanday vaziyatda tayyor turishim kerak. Keyin esa qayerdandir qo'llariga veshelka oldilarda ninjaga o'xshab menga tashlandilar. Onam har qanday veshelkani sinab ko'rganlar, mayin, qalin va temirligini. Oxir oqibat temirlik veshelka ham sinib qat bo'lgandan so'ng, onam meni oyog'imdan ushlab uydan haydashga qaror qildilar. Ha, kechagiday esimda, o'shanda men yordam so'ragan edim. Lekin onam meni oyog'imdan tortib eshikka olib borishga harakat qildilar. Keyin esa men divandan ushlab onamdan kechirim so'radim. O'yladimki, onam menga rahm shafqat qiladilar deb, chunki ko'chada sovuq qish oylari edi. Agar o'shanda meni onam uydan haydaganlarda edi, men 5 daqiqaning ichida sovuqdan muzlab qolgan bo'lardim. Esimda, bu holat bo'layotganida ukam uyda edi, lekin hech nima qilmayotgan edi. Men ukamni yordamga chaqirdim. Agar u menga yordamga kelganda edi, bizning ikkovimizning ham ahvolimiz yomon bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun ukam bizga e'tibor bermasdan o'tiraverdi. Bu holat faqat dadam uyga kelganlarda tugardi. Chunki dadam meni qutqaruvchim edi. Meni kechagiday esimda, o'shanda meni qo'llarim va oyoqlarim ko'kargan bo'lardi. Onam qo'llaridagi veshelka bilan zarba berganlarda, bu zarbalardan qolgan chandiqlar jangovar chandiqlar edi. Chunki men o'shanda juda ham kichkina edim, o'zimni himoya qila bilmasdim. Meni esimda, o'sha voqeadan so'ng men kechqurun uyning kalitini yashirib qo'ygan edim. Chunki uyning kaliti mening yostug'imning tagida edi. Agar meni onam uydan chiqarib haydaganlarda edi, yana meni uyga qaytib kelish imkoniyatim bo'lardi. Chunki o'shanda ko'cha juda ham sovuq edi. Xullas, mana shu mening oilam bo'lgan. Men Minecraft o'yinini o'ynab bo'lganimdan so'ng qornim och kelardim. Men onamning ko'z oldilarida qornimni to'yg'azishim kerak edi. Yana men behudaga zarba yeyishlarimning sabablari bor edi. Sababiki men yoshligimda kam gap bo'lganman. Chunki tortinchoq edim. Bolaligimda. Chunki hamma bolaligida tortinchoq bo'ladi. O'zingizni 8 yoshligingizni eslab ko'ring. Balkim hozir ham 8 yoshda bo'lishingiz mumkin. Chunki 8 yoshlik bola katta yoshliklar bilan gaplashishga uyaladi. Chunki o'shanda kattalar juda ham qo'rqinchli tuyulgan. Ba'zan do'konda yurganimizda onamning dugonasini uchratib qolardik. Onam meni har doim u bilan salomlashishimni so'rardi. Chunki men xitoycha salomlashishni bilmayman. Men hali boya aytganimdek xitoycha gapirishni bilmayman. Shunda men u bilan ingliz tilida salomlashdim. Lekin onamning dugonasi O'rta Osiyolik edi. U ingliz tilini bilmas edi. Shuning uchun u menga "Bular sen nimalar deyapsan o'zi?" jin ursin, yana muammo tug'ildi. Xullas men unga ni hao, xullas xitoycha gapirishga harakat qildim. Lekin talaffuzim yomon edi. Xullas men shu darajada qo'rqdimki, onamning orqasiga yashirindim. Xullas men yosh bolaga o'xshardim. Lekin bu holat onamga yoqmadi. Lekin onamning jahli chiqdi. U meni qulog'imdan tortib oldinga o'tkazib qo'ydi.
Onamning dugonasining bo'yi uzun, lekin qo'rqinchli edi. Mening yuzimda sepkillar bor edi. Keyin u menga boshdan oyoq nazar tashladi. Lekin uning burni oqib turardi, keyin tishi sasir edi. So'ngra u menga aytdiki, Menga nimadir demoqchisan, to'g'rimi? men shunchaki unga salom berdim-da va yig'lab yubordim. Lekin shunda ham meni onam qulog'imdan tortib turardi. Shunda do'kondagilarning nazari barchasi bizda edi va ular o'ylashardiki, Jin ursa nimalar bo'lyapti o'zi? keyin biz onam bilan uyga qaytdik. Keyin esa men xonamga kirib eshikni qulflab oldim. Chunki bilardim onam qo'lida veshilka bilan kelardi. Kim biladi, balkim bu veshilkaning nilalari bordir. Onam menga dars berib qo'yishga kelardi, kattalarning oldida salom berib, ularni hurmat qilish uchun. To'g'risini aytsam, yoshligimda onamdan olgan zarbalar bu yoshligimda sho'x bola bo'lganim uchun. Lekin hozirgacha men onamdan hech qanday xafaligim yo'q. Agar mening ham o'g'lim menga o'xshaydigan bo'lsa, men albatta unga tarbiya berib qo'yaman. Bilaman, onam nimaiki qilgan bo'lsa, har doim yaxshi bo'lsin deb qilgan. Chunki aql kirishi uchun zarba olish kerak. Sizning yoshligingiz qanday o'tgan? Albatta buni kommentariyada yozib qo'yinglar. Agar sizlarga bu animatsiya yoqqan bo'lsa, bu animatsiyani Pechenyelar oilasi deb qo'yamiz. Albatta obuna bo'linglar. Qara tezda oshlaringni qil.